Barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Carol Minecraft. Va do'stlar, bugungi videorolikimizda biz serial uchun qishlog'imizni zo'r qilamiz. Ya'ni filmlar olish uchun qisqa. Xo'p, qanundan men videoni boshlayman. Tak, obunachilar, men bu uyni men o'zim qurgan edim. Ham ajoyib uy, kuchnitsa uy. Sizlarga uni obzor qilaman. Do'stlar, qochishni o'ylayapti, chunki bu telefonim umuman ham G6 короче aytib qo'ya qolay. Mana do'stlar, mana bu yerda kompyuter, mana bu yerda chiroq. Mana bu yer oshxona. Ishim qotib boryapti-yu. To'xtaydi. Xo'sh, baribir katta ping bo'lyapti. Mayli do'stlar, mana ikkinchi qavat. Xo'sh, ana endi sizlarga mana bu yerda ko'rsatishim kerak. To'lig'i. Yaqinda zo'r video chiqadi. Bu video nomini hozir aytmayman, mana bu yerlarni qurganman. O, garaj. Garaj qolib ketyapti do'stlar mana. Mana do'stlar, garajimiz. Buni olib tashlaymiz hali. Prostaga qo'ydim. Do'stlar, Carlo Gamer kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U meni birinchi kanalim bo'ladi. Mana bu Carol esa ikkinchi kanalim. Bu yerda 20 bitta bo'ldik. Sizlarga kattakon rahmat. U yerda 16 ta bo'ldik, lekin u kanaldan vaqtinchalik kesib turibman. Ya'ni stream qilmoqchi edim do'stlar. Sizlarga aytgan edim, stream qilaman 50 ta bo'lsak degandim. 16 ta bo'ldik, nimaga stream bo'lmayapti degan savollar bor. Do'stlar, hozir buning sababini sizlarga aytib o'tiraman. YouTube qanaqangi bir tafsilot kiritish degan joyi bor ekan do'stlar. Men o'shani kiritishni bilmayapman. Ya'ni Usel'dan qilib bo'lmas ekan. Boshqa bir kompaniyadan amalga oshirish kerak ekan do'stlar. Lekin men unga tushunmadim va bironta bir tushunadigan odam bo'lsa shunga bajaraman. Hozircha u kanalga videolar chiqmay turadi. Mana shu kanalga chiqib turadi do'stlar. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Yaxshi. Ana endi xo'sh. Mana bu yerdan film uchun yaxshiroq joy chiqib olishimiz kerak. Opani. Mana bu uylarga eshik deganda ya. Birodarlar. Hop. Buni o'rniga qani mana buni olamiz. Buni qo'yamiz. Kelib yo'qqa. Buni qo'yamiz. Chotka do'stlar. Xo'p, ana endi bu uyga eshik. Like, obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Shorts video ham qo'ymadim. Anchadan beri o'zi bir hafta bo'ldimi bu video, bu kanalga kirmaganimga ham. Keyingi qism do'stlar, mana shu videoga 5 ta like yig'ilsa, albatta o'sha filmni chiqaraman. Ya'ni film emas-ku shu. Bu videolar like masalan Raider bilan Yasiko. Raider bilan Yasiko hammasi ketgan, nimalarda ham o'zi. Ketganiga ancha o'lyapti. Raider ketmagan-ku, lekin har xilcha kanallar ochib, ana reklama bo'lib qolmasin do'stlar. Bo'ldi, bu gaplarni kesib tashladik degan hisob aytmadim. Yaxshi. Bo'ldi. Men o'sha do'stlar uy qurish emas, maqsadim mana shu sabablarni aytish edi. Nimaga stream qilmayapman, u kanalda nimaga video chiqmayapti. Do'stlar, xayr hammaga rahmat. Carlo Gamer kanaliga ham obuna bo'ling, bu kanalga ham obuna bo'linglar. YouTube'ga qidirish joyiga ham katta harf bilan Carlo keyin chiziqcha gamer.1k deb yozsanglar do'stlar, albatta chiqadi. Do'stlar, keyin yana bitta, agar Carlo Gamerda stream bo'lib 100 ta bo'lsa, yuzimni ko'rsaman. Keyin men faqat Minecraft o'ynamayman do'stlar. Hozir bu videomdan keyin 2 ta 3 ta yoki 5 ta obunachim yo'qotishi mumkin. Free Fire o'ynayman do'stlar, to'g'risi. O'ynardim avval, akkauntimni sotganman, lekin zo'r akkauntim bor edi.
69 lik akkaunt bor edi, lekin uni sotishga majbur bo'ldim va sotib yuborgan edim. Xo'sh, 69 lik akkaunt ham sotib olgan edim. Uni qanday sotib olganman? Uni o'ylaganman 51 o'rmonli levelli akkauntim bor edi. O'zim noldan kuchaytirgan. Xo'p, buni sotib olib 69 lik oldim. 69 emas edi shu paytda 65 edimi, 66 midi? Ozgina o'yladimdagi uni ham sotib oldim do'stlar. Free Fire'dan vashim yig'ishtirib oldim. Xo'p, sizlar bilan Karol Gamer bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha albatta kanalga obuna qo'ying, like bosib qo'ying. O'sha men aytgan video, ana shu videoga 5 ta like olsa chiqadi. Sog' omon bo'ling. Xayr, ko'rishguncha. Yeah.